Alloh taolo saharlabda bizga buyuradi: "Ey bandam, bomdod namozini o'qigin. 2 rakatdan 4 rakat xolos." Shunaqangi bejirim namozki, kichkina namozki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Munofiq bilan musulmonni o'rtasini ajratuvchi narsa bomdod namozidir" degan ekanlar. Qarang, Habibimiz sollallohu alayhi vasallam qanday ta'rif beryaptilar. Yana bir hadis shariflarda Habibimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, qarang. Bomdodning sunnati yer va undagi barcha narsadan yaxshidir deyaptilar. Yer va undagi narsalar nima bor o'zi? Bu butun hamma yo'q yerimiz ichida-ku. Lekin 2 rakat bomdod namozini o'qish Allohning nazdida shunchalik ulug' amal hisoblanadiki, yer va undagi barcha narsalarni hiba qilib yorib, sovg'a qilib yorsa ham, hadiya qilib yorsa ham unaqa savobga erishib bo'lmas ekan. Mana ertanman bomdod namozi bo'ldim. O'qiganimizdan keyin qalbimiz xotirjam bo'ladi, tartibli bo'lamiz. Xudoning buyrug'i bilan kunni boshlayotgan bo'lamiz. Ming afsuslar bo'lsinki, agar Xudoning buyrug'i bilan kunni boshlamasdan, kun 12 ga chiqqandan keyin turib, kunimiz baraka qilmasdan, Xudo bexabar bo'lib kunni boshlaydigan bo'lsak, ana kuni davomida birorta musibat boshimizga yetib qolsa, o'zimizdan ko'raverar ekanmiz-da.